Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, quyidagi misolimizda hisoblashni man sizlarga oson-osonlik tushuntiraman. Demak, bu misol ishlashda biz birinchi navbatda nima qilamiz? Hop, bu yerda 10 ni kvadrati, bu yerda 10, ya'ni umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqari chiqarib ishlasak. Ya'ni 10 ni agar qavsdan tashqari chiqarsak, birinchi ifodamizda 10 dan ikkita bo'lgan hisobiga 10 plus ikkinchisida 1 qoladi. Xuddi shu tartibda mahrajdan 11 qavsdan tashqari chiqarsak, 11 qo'shilgan 1. Va shu qonuniyatni ketma-ket davom ettirsak, bu ifodadan 12 ni qavsdan tashqari chiqarsak, 12 qo'shilgan 1. Xuddi shu holatda mana 13 olib chiqsak, 13 qo'shilgan 1 va ketma-ketligimiz shu holatda davom etib, to mana 98 ni qavsdan tashqari chiqarsak, hop 98 qo'shilgan 1 va mahrajdan 99 olib chiqsak, 99 qo'shilgan 1. Endi berilgan ifodani soddalashtirgan bo'lsak, juda ham oddiy ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni bizda 10 ko'paytirilgan 11, mahrajda esa 11 ko'paytirib 12. Va xuddi shu tartibda 12 ko'paytirilgan 13, mahrajda esa 13 ko'paytirilgan 14. Va davom ettiradigan bo'lsak, 98 ko'paytirib 99 va mahrajda esa 99 ko'paytirib 100 soni hosil bo'ladi. Endi ko'paytma bo'lgan hisobingizda bemalol bu ifodani qisqartirsak bo'ladi. Demak, birinchisi mana 11 bilan 11 qisqaradi, 12 bilan 12, 13 bilan 13. Xuddi shu holatda ketma-ket davom etib 98 dan 99 ham qisqaradi. Demak, birinchi kasrimizni surati bilan oxirgi kasrimizni mahraj xod. Ya'ni 10 taqsimda 100. Bu ifodani ham qisqartiradigan bo'lsak, 1 taqsim 10 soni hosil bo'ladi. Demak, berilgan ifodamizning javobi 1 taqsim 10 ga teng bo'ladi.